Madinadagi odamlarimiz musulmonlar payg'ambarining jasadini olgan bo'lganlarida uni Salohiddinga qarshi katta qarta sifatida foydalanardi. Madinadagi odamlarimiz qazish ishlarini davom ettiryaptilar. Qolgan devordan o'tib, musulmonlar payg'ambarining qabriga kirish qoldi. Yaqinroq kel Nuriddin. Rasululloh alayhissalom seni kutyaptilar. Sen kelmading, olib kelinding. Payg'ambar Afendimiz alayhissalomning da'vatlari tufayli shu yerdasan. Alhamdulillah. Bu sharafga noil bo'lishing senga beriladigan vazifa uchundir. Payg'ambarimiz tushimga kirdilar va aytdilarki, men tang ahvoldaligimda ummatimdan Nuriddin qayerda? Meni ummatimdan dedilarmi? Sizga og'ir bir vazifa yukladilar. Meni ummatimdan dedilarmi? Tushimda bir vazifa berilishi aytilganda davomini ko'ra olmadim. Sen bilasan, gapir. Uning javobi ham tushingizdadir. Payg'ambarimizning Ravza-i Mutahharalariga yomon qo'llar uzatilgan Madinaga boramiz. Ya marhaba.